Sherali Jo'rayev ko'rmisham bandaman qo'shiqlarini Chotki TV'dagi Abduvosit aka shu ijodkorlar tomonidan iltimos qilishgani uchun men intervyuda ijro qilgandim va 1 soat ham turmadi, ular oldirib tashlashdi. Lekin hozir Adliya vazirligidan chaqirib ishimiz sudga oshibdi. Shu ashulalarni ijro qilganim uchun mendan tashqari yana 20 ta ijodkorni yozib berishgan ekan. Bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysizlar? Bitta insonni bir o'tgan kunida xotirlab, yaxshi gaplar gapirib, ustoz deb qo'ysangizda va sizni sudga berishsa. Men hech qachon shular to'g'risida yomon gap gapirmagandim shu kungacha. O'zlari majburlashdi va yana majbur bo'lyapman shunaqa gaplar gapirishga. Endi agar mumkin bo'lmasa men o'zim talqinimda kuylayman. Bahora yo Mudir Dag'iy va Sardor Mamadaliyev YouTube kanalida hoziroq kirib ko'rishingiz mumkin, tayyor klipi bilan. Agar arizani qaytarib olishmasa, men bir boshidan hammasini kuylayman. Sherali Jo'rayev muxlislar mendan xafa bo'lmaysizlar. Bular shunga majburlashyapti. Hatto 20 ta ijodkor turibdi, ya'ni sud eshigida. 130 million ishtirok berdi bittasiga. Izzat Xoliqov degan ukamizga. Bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysizlar?